Assalomu alaykum aziz do'stlar. 10 yillik tajribamdan kelib chiqib, hozirgi kelayotgan bemorlarim orasida umrida massaj olmaydigan insonlar bor ekan. Masalan, deylik, xotin, ishdan kelib charchab kelganida ayoli ozgina bo'lsa ham uqalash mashqlarini bersa, charchog'ini olsa, oila mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Masalan, charchab kelish natijasida uyda saunasi bo'lmasligi mumkin yoki bir massajyorlar sharoiti bo'lmasligi mumkin. Bu sharoitdan qanaqa chiqiladi? Nima qilishim kerak ekan shunday? Nima qilishim kerak ekan? Bundan buyog'iga oilani mustahkamlashligimiz uchun xotin orasidagi munosabatlarni tiklash, ularning orasidagi mehr-muhabbatni kuchaytirish uchun bilan ayol o'rtasidagi munosabatlarni massajlar, uqalash natijasida og'riqlarni olish uchun sizlarga ba'zi bir mashqlarni, upражненияларni, mashqlarni ko'rsatib o'taman. Bu rejani men anchadan beri qilmoqchi edim. Mana xudo xolasa, menga podpiskani bosinglar, bir-biringlar bilan bo'lishinglar, diqqat bilan ko'rishinglarni xohlayman. Bu yerda ozgina ko'rgani bilan tushunish qiyin bo'ladi. 4-5 marta videoni ko'rsanglar, tushunish oson bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar.